O'rtoqlar, yangilik hozirgina Safe Road mobil ilovasida, ya'ni bu yo'l harakati xavfsizligi xizmatining rasmiy ilovasi hisoblanadi. Mana shu yerda chiroyli avtomobil raqamlarini sotuvi boshlandi. Xabaringiz bor, 1-oktyabrdan barcha auksionlar bekor bo'lib ketdi. Endi auksionda sotilmaydi chiroyli raqamlar. Yagona narxda sotiladi. Bu jismoniy shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 17 baravari, ya'ni 7 million so'm qilib belgilandi. Yuridik shaxslar uchun esa 25 baravari, bu 10 million 300 ming so'm qilib. Ya'ni siz ilovaga kirasiz, mana hozirroq kirsangiz bo'ladi. O'zingizga kerakli raqamni terasiz, mavjud bo'lsa 7 million so'm to'laysiz, olaverasiz, bo'ldi, sizga o'tadi. Hech qanaqa auksion, kim oshdi, narx oshib ketdi degan narsalar yo'q. Endi faqat hozir shu oktyabrdan toki 1-yanvargacha faqat avval auksionga chiqarilgan, lekin sotilmagan raqamlargina mavjud bazada. 1-yanvardan esa istalgan harflar kombinatsiyasini terib, istalgan raqamni terib, bo'sh bo'lsa bo'ldi, olishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha istalgani mavjud emas, shuning uchun ayrim raqamlar chiqmasligi mumkin yoki ayrim harflar chiqmasligi mumkin. Lekin 1-yanvardan hamma ochiq o'sha sotuvda mumkin bo'lgan, olish mumkin bo'lgan hamma raqamlarni bemalol sotib olish mumkin bo'ladi 7 million so'm evaziga. Buni chiroyli raqamlarga qiziqadigan o'rtoqlaringizga yuborib qo'ying.